Assalomu alaykum. Oltiariq To'rva kanalining obunachilari, juda yaqindan kuzatib borgan aka opa singillar, mana sizlarga Sutemda juda ko'pchilik so'rab turgan edi. Sutemdan 2 bosh simental xonajinchalar ko'rsatmoqchimiz obunachilar. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Xudo xolasa manfaatli zo'r video bo'ladigan umiddamiz. Xohlasangiz ham bitta qizili bor, xohlasangiz ham bitta novot rangi bor. Ikkovi ham Sutemada o'lim holatidan, cho'tar holatidan hamma yo'ldan o'tib bo'lgan. Videoni oxirigacha ko'ringlar obunachilar. Narxini kommentariya yozib turinglar, taxmin qilib. Lekin taxmin qilganlaringdan ham ancha arzon etiladi. Vashim aksiya narxlarda etiladi. Bo'ladigan narxini aytib qo'yiladi. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqarasizlar. Jonavor baqbaqalarni qaranglar, dumba so'vorganidan ko'z sevmasin. Mashalloh deb kommentariya yozib qo'yasizlar. Kim qayerdan kuzatyapti? Kommentariya yozinglar. Ko'rib turibsizlar, cho'tarlari yo'q. Olasizlar, sigirli ham bo'lsa, sigirlining tagiga qo'shib sekin boqsalar ham bo'laveradi. Kindigi kattasidan so'rashib turgan edi. Kindigi kattasi ko'p sut beradigan deb eshitganman. Obunachilar, ikkovi ham xonajin. Arqa tomonlarni ko'rib turibsizlar, rangi qip-qizil jonavor. Tumshuqlarni qaranglar, turbuchi tumshuq. Oyoqlari ham o'ziga yarasha zo'r. Mana jonavor. Tepalarni ko'rib turibsizlar, tepalari ham zo'r. Bunisi mana sal kichkinaroq, bunisi 15 kunlik, nargisi 1 oylik. Bunisi mana 15 kunlik atrofida. Hali kindiga tushgan yo'q. Oyoqlarni ko'rib turibsizlar, oyoqlari ham yaxshi. Novot rangidan keladiganlarga bitta novot rangi mana. Mana, ko'rib turibsizlar, buni ham tepalari yaxshi. Ikkovini obunachilar bitta joyga olaman deganiga necha pul etsa bo'lar ekan. Hop, o'zlaring bozorda ko'rib turibsizlar, 23 million ham narx etishyapti. Bizda unaqa emas obunachilar. Juda ko'pchilik lekin xonajindan so'rayib turadi. Mana bir dona sizlarga xonajinni zo'ri. Sigir qilaman sekin olib 70-80 millionga sigir ololmayapman, pul yig'a olmayapman. Sigirim bor, uni soqqandan ash buzoqlarga emizib sekin ham pulim to'planadi, ham ustiga qo'shiladi deganlarga obunachilar zo'r tushiradi. Dodasi buzoqlar zo'r. Mana uni qilib kepe bilan slyoz ozgina tashab qo'yilgan. Ashini yeb, sut ichib yotishaveradi. Bu kichkinasi 2 litrdan 4 litr sut ichadi hozir. O yelilarni qaranglar, hozirdan jonavor. Mana. Mana yelilar. Ko'ringan bo'lsa, mana. Qaranglar yelilarni. Bunisi Afshim zo'r bunisi. Yelilar juda xurki ekan. Agar ko'ringan bo'lsa. Hop. Narxiga keladigan bo'lsak, obunachilar, buni ikkovini bitta joyga bo'ladigani lekin. Oldin baraka deganiga o'tadi. Baraka qilgandan keyin ham zakalat tashlaydi. Keyin molinga o'tadi. Kelib, ko'rib, ustida olaveradi. Haligi olib kelavering, uyda degan gap so'zlar kerak emas. Kelib, ko'rib, ustida gaplashaveramiz, farqi yo'q. Lekin buzoqlar haqiqatda yaxshi. Bunisi mana qizil. Bunisi mana novot rang. Salsa mana o'tam yeb qopti. Sigirlar bo'lsa aloqaga chiqarasizlar. Narxi 20 milliondan 40 million obunachilar, ikkovini bitta joyga olaman deganlarga 20 milliondan 40 million bo'lsa sotiladi. Aloqaga chiqarasizlar. Undan kami yo'q lekin. Kamini qilib bering deb telefon qilmay qo'yasizlar. Fermerlar ham o'zi xonajini sotmaydi. Xonajini sotmaydi. Xonajilar o'zi kam chiqyapti YouTube'ga ham. Jonavor turishini qaranglar. Sigir qilaman deganlarga xudo xolasa zo'r. Jonim sog' bo'ldi. Turishni qaranglar. Laklari bosib kuzatishga davom etaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.